Assalomu alaykum. Pryamoy egalardan Xiva Urganch yo'li Uzgazoy zapravkani yonida sizlarga Dilshatamning kottejini sotib olishdilar. Aha, ishlar zo'rmi? Rahmat, shukr. 3 etajli kottej, korobka holatida. Korobka holatida shu 3-chi kottej meniki. Uglovoydan 3-chi. Uglovoydan 3-chi korobka holatida turibdi. Gaz, svet, suv, hech narsadan muammo yo'q. Shunday yo'ldan girganingning asfalt ko'cha. Urganch yo'ldan necha metr? Hamma joyda 100 metr? Yo'q, 40 metr chiqadi ishni girding, tamom, ishi o'yina. Foydalanib qolaversa, aziz obunachilar, gaz, suv, svet, internet hamma narsa bor dedilar. Nechik xom pishgan aralash nechik? Hammasi 100% pishgan. 3 etajdan 100% pishgan. Plita bilan bosirilib, cho'tcho'lib turibdi. Podvali bor. Zo'r bu narxda. Podvali bor, mashina qo'yadigan mestalangiz bor eldinda, xudo xolasa. Elde ko'chalar asfalt bo'lgan ekan. O'zi yaqinda kelib bizlarningiz ham chiqarverdingizlar-ku bu yerni. Uglovoyni chiqardik, mana chiqardik. Keyin bu sotilmaydigan bo'ldi. 45 ming dollar deb chiqarverdingizlar. Sotilmaydigan o'zlarida qoldi. Xo'p. Dokumentlardan nega? Dokumentlari 100% o'zim modimda turibdi. Hammasi hammaga taq, narx-navosini keladigan bo'lsak, menda 36 ming dollar bo'lsa beraman uyaraman Sheyx Nazar. 36 ming dollar. Xalqni o'ylagan holda. Bizlarni endi obzorlarda xalqimiz biladi. Gelishlar deb chiqaramizda. Bo'ldi, bemalol gelishtirib ham beraman. 36 dan gelishtiramiz. Ha, bemalol. Bo'ldi. Aytilishi bo'laveradi, sotib olinadigan narx boshqa, aziz obunachilar 36 ming dollardan gelishiladi. Tuning chiqargan narxiga qaraganda ko'p farq etadigan narxda turibdi. Shuning uchun zudlik bilan sotamiz uyaramiz. Bo'ldi, ana ustida gelishaverasizlar. Do'stlar, kadastr hujjatlaridan oldi-sotish shartnomalari boyna qo'limda, xudo xolasa notarius pechatlari hamma narsasi bor. Variantlarni ichki variant etib beramiz. Variant o'zlari keladi. Mashina kvartira yetmagan durara. Ha, o'zlari keladi, so'rashiladi, ketaveradi. O'zi chunki buni arzon sotishimizdan maqsad naqd pulni elimizga olish. Boshqa ishlarimiz bor. Iloji bo'lsa naqd pul. Ha, naqd pul iloji. Bo'ldi. Ishonchli odamlar bo'lsa durara berib qo'y. Ha, bemalol. Ozgina. Ha, o'zani o'zimiz so'rashaveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Ekranda Dilshadam nomerlari o'zlarining aloqa chiqaversa. Ichi korobka holatida fasadlari bitgan, aziz obunachilar. Chotki, вообще sifat. Полный, конкретный. Podushalatib ishlangan, konkretniy. O'ta tixi yer. Zo'r mestaligi. Yana ichollari korobka holatida aytdik, birinchi etajda dalon, keyin zali, kuxnyasi, banisi, keyin spalnisi. Zinalar ham quyilgan axir. Hamma o'zi taqib turibdi. Faqat yerilarda malyarka etiladi. Ana malyarkasini boshlab, o'sha yashaydigan odam gajak olib tayyor turibdi. Xudo xolasa oldinda balkoni bor ekan, shifrlaringiz bitgan. Ajoyib 3 etajli. Podvaldan mashinalarni tushirib qo'yarasiz. Yana hurmatli obunachilar, Pryamoy ega aloqa chiqaverasiz, aytilishi bo'laveradi, sotib olinadigan narx boshqa 36 ming dollar dedilar. Kelishilgan holda xarid qilaveradilar, xudo xolasa. Bemalol. Ana qolgan qiziqtirgan ma'lumotlarni telefon orqali bilib olsangizlar bo'ladi. Gap so'z plyus minus, bemalol. Telefon orqali savdolashsa bo'ladi. Endi ustuna gap savdolashgan yaxshi bo'ladi. Albatta. Bo'ldi. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obro' qo'yish esdan chiqmasin, like-lan kutib qolamiz. Xudo xolasa ushbu videomizni Xiva shahar, Xiva Urganch yo'li uzoq emas mestadan Uzgazoy zapravkandan sifatli kottejingizda puralar jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Og'a, ish sharomat, barakali savdo bo'lsin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.